Abdug'offor aka, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, bizni YouTube'da ko'rib turgan obunachilarimiz uchun qanaqa yangiliklarimiz bor? Qanaqa video qilamiz endi aka bugungalikka? Xo'p, 2026-yil sentyabr oyida Hikmat Travel litsenziyaga ega bo'lgan firmadan oyda boshida qaysi kunlarga reyslar bor, narxlari necha pul bo'lyapti, o'shalar haqida bugun video qilamiz. Gap yo'q. Boshlardaymi aka bo'lsa reyslardan? Xo'p, Toshkentdan 1-3 sentyabr kuni reyslarimiz bor. Buni narxini $935 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, Namangandan 2-3 sentyabr kuni reyslarimiz bor. Buni narxini $975 qilib beramiz. Xo'p, Farg'onadan 5-sentyabr kuni reysimiz bor. Buni narxini $975 qilib beramiz. Qolgan kunlarga ham masalan 10-17, 20, 25 sentyabrlarda deyarli juda ko'p kunlariga reyslarimiz bor. Kunora reyslarimiz bor. Toshkentdan, Namangandan, Farg'onadan aloqaga chiqishlaring mumkin. Bularni ham batafsil tushuntirib beramiz telefon qilsalaring. Zo'r, gap yo'q. Sizlar to'lov masalasi qanaqa bo'ladi endi aka? Xo'p, to'lovlarimiz xohlasa ofislarimizga kelib to'lov qilishsin. Ofislarimiz manzillari Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Yoki bo'lmasa bizga uzaqlik qiladi deydigan obunachilarimiz uchun shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Bemalol aloqaga chiqib, Zagram pasportlarini tashlab berishsa, rasmiy hisob raqamlar beramiz. Jindekkina o'sha viza puliga pul tashlab berishadi. Qolganini aeroportda hisob-kitob qilaveramiz, xudo xolasa. Zo'r, gap yo'q. Sharoitlari qanaqa bo'ladi endi aka? Sharoitlarimiz Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Gastitsalarimiz uzoqligi Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 3 kilometrgacha. Lekin avtobus xizmatlari qo'yilgan. Joylashuvlar 4 kishilik, 5 kishilik joylashuvlar bo'ladi. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Bundan tashqari 50 boshimiz iloji boricha birga borib, birga kelishadi. Aeroportdan firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Zo'r. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib o'zlaring joylarini bron qilishlari mumkin. Xudo xolasa aytib o'tishganda 2026-yil litsenziyalangan firmada Umra safariga bormoqchi bo'lganlar uchun bu videomiz bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, Umra safariga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga video yuborib qo'ying. Albatta qolganlarga ham foydali bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha